Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, shoshilinch va har bir pensionerga tegishli bo'lgan masalani sodda qilib tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan insonlar, balki ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va yaqinlariga ham kerak. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta bank kartasidagi muammo yoki bitta tasdiqlanmagan ma'lumot sabab pensiya kechikishi, to'xtab qolishi yoki qayta hisob-kitob talab qilinishi mumkin. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik aynan vaqtida bilmagani uchun ovora bo'ladi. Navbatda turadi, bankka boradi, pensiya jamg'armasiga qatnaydi. Lekin aslida muammoni oldindan hal qilish mumkin bo'ladi. Avval pensiya masalalarida ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla, bank va pensiya jamg'armasi bo'limlari orqali alohida tekshirilardi. Pensionerning yashash manzili, pasport ma'lumoti, bank kartasi, tiriklik holati, ish staji, nogironlik guruhi yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati hujjatlar asosida yuritilardi. Agar biror ma'lumot o'zgarsa, masalan familiya, pasport, bank karta raqami yoki yashash joyi almashsa, ko'pincha pensionerning o'zi borib ariza yozish kerak bo'lardi. Hozir esa tizimlar tobora elektronlashmoqda. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovni bank kartasiga o'tkazish, ayrim holatlarda pensionerning ma'lumotlarini tekshirish elektron bazalar orqali amalga oshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, odam kamroq yuguradi. Hujjat kamroq talab qilinadi, ko'p ma'lumot avtomatik olinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar elektron bazada xato ma'lumot tursa, bank kartasi faol bo'lmasa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa yoki pensionerning holati bo'yicha tizimda noaniqlik chiqsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men buni pensionerlarimiz tayyor bo'lish uchun aytyapman. Chunki amaliyotda ko'p uchraydigan vaziyat shunday. Pensioner oy boshida pensiya tushini kutadi, lekin karta bo'sh. Bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga boring deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda ma'lumot tekshiriladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, karta muddati tugagan, pasport almashtirilgan, lekin yangi ma'lumot bankka yoki tizimga to'liq bog'lanmagan. Yoki yashash manzili bo'yicha aniqlashtirish kerak. Bunday paytda pensioner asabiylashadi. Farzandlari ham vaqt yo'qotadi. Asosiy masala shuki, pensiya olishda endi 3 ta narsa juda muhim: shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligi, bank hisob yoki karta faol bo'lishi, pensiya jamg'armasi bazasida holatingiz aniq ko'rinishi. Agar shu 3 ta yo'nalishda muammo bo'lmasa, odatda pensiya to'lovi barqaror davom etadi. Har bir pensioner o'zining pasport yoki ID karta ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Agar siz yaqinda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki manzil bo'yicha hujjatlarda farq bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, bir pensioner opa 2023 yilda eski pasportini ID kartaga almashtirgan. Pensiyasi har oy kartaga tushib turgan. Keyin bank kartasini yangilash vaqtida bank tizimida eski pasport raqami, pensiya jamg'armasi bazasida esa yangi ID karta ma'lumoti turib qolgan. Natijada to'lovda tekshiruv cho'zilgan. Pul yo'qolmagan, lekin opa 2 hafta ovora bo'lgan. Bunday vaziyatda asosiy sabab pul yo'qligi emas, ma'lumotlar mos kelmagani bo'ladi. Ikkinchi masala bank kartasi. Pensionerlar ko'pincha karta qo'limda-ku, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bank hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin. SMS xabarnoma ulanmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya plastik kartaga tushadigan bo'lsa, karta amal qilish muddatini oldindan ko'rib qo'yish kerak. Masalan, kartada 2024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil dekabrgacha amal qiladi. Agar muddat tugasa, pensiya kelgan bo'lsa ham siz undan foydalana olmasligingiz yoki bank qayta rasmiylashtirishni so'rashi mumkin. Uchinchi masala yashash joyi. Ba'zi pensionerlar viloyatdan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib keladi, lekin rasmiy ro'yxat manzili avvalgicha qoladi yoki vaqtincha boshqa tumanda yashaydi. Bunday holatda pensiya bo'limi bilan bog'liq ayrim xabarnomalar, tekshiruvlar yoki hujjat chaqiruvlari eski manzil bo'yicha ketishi mumkin. Men tavsiya qilaman, agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mahalla orqali mas'ul xodimlarga ma'lum qiling. Chunki
tizimda siz qayerda yashayotganingiz aniq bo'lishi kerak. 4-masala nogironlik pensiyasi olayotganlar uchun juda muhim. Agar nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, tibbiy ko'rik va qayta tasdiqlash muddatini o'tkazib yubormaslik kerak. Ayrim pensionerlar men avvaldan nogironlik olaman, o'zi davom etaveradi deb o'ylaydi. Lekin agar guruh muddati tugagan bo'lsa va yangi xulosa tizimga tushmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Masalan, guruh nogironligi 1 yilga berilgan bo'lsa, keyingi yili tibbiy komissiya xulosasi vaqtida yangilanishi kerak. Aks holda pensiya oyma-oy emas, hujjat tasdiqlangandan keyin qayta ko'rib chiqiladi. 5-masala ishlayotgan pensionerlar. Pensiya yoshiga yetganidan keyin ham ishlayotgan insonlar bor. Ular uchun ham ish joyidagi ma'lumotlar, soliq va mehnat bazalaridagi yozuvlar muhim. Agar ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritgan bo'lsa, ish staji, sug'urta badallari yoki daromad haqida xatolik bo'lsa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z ish joyidan rasmiy mehnat shartnomasi, buyruq va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshirishi kerak. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirganlar. Ikkinchidan, bank kartasi muddati tugash arafasida bo'lganlar. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi muddatli bo'lganlar. To'rtinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Ayniqsa bolalar o'qish joyi bo'yicha ma'lumot taqdim etishi kerak bo'lsa. 5-dan, boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. 6-dan, pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, har oy pensiya vaqti tushayotgan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz muddatlari bo'yicha muammo bo'lmasa, unda vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida oldindan tekshirgan odam yutadi. Muammo chiqqandan keyin yugurgan odam esa vaqt va asab yo'qotadi. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, 68 yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati tugaganini bilmagan, oy boshida pul tushmagan deb o'ylagan. Aslida to'lov o'tkazilgan. Lekin karta faol emas. Bank yangi karta ochib berganidan keyin puldan foydalanish imkoniyati tiklangan. Bu yerda pensiya jamg'armasi pensiyani bermadi degan gap emas. Muammo karta muddatida bo'lgan. Ikkinchi misol. Pensioner aya farzandinikiga ko'chib o'tgan, lekin rasmiy manzilini o'zgartirmagan. Mahalla va tuman bo'limi eski manzil bo'yicha ma'lumot izlagan. Keyin aniqlashtirish uchun chaqiruv bo'lgan, lekin opa bilmagan. Natijada pensiya bo'yicha qo'shimcha tekshiruv cho'zilgan. Agar manzil oldindan yangilanganda edi, bunday ovora bo'lmas edi. 3-misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Bola kollej yoki universitetda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda o'qish davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Agar o'qish tugagan, akademik ta'tilga chiqqan yoki ma'lumot vaqtida taqdim etilmagan bo'lsa, to'lovda o'zgarish bo'lishi mumkin. Oila esa nega pul kamaydi deb hayron qoladi. Sabab huquq saqlanayotganini tasdiqlovchi ma'lumotning o'z vaqtida berilmaganda bo'lishi mumkin. 4-misol. Pensioni ishlagan yillari hujjatlarda bitta harf xato bo'lgan. Masalan, mehnat daftarchasida ism Abdulla, pasportda Abdulla bo'lib yozilgan. Avval bunday xatolar ko'zdan qochgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron tekshiruv kuchayganda farq ko'rinadi. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin sizdan tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumoti yoki sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, pensiya to'xtab qolsa, bu har doim ham pensiyadan mahrum bo'ldingiz degani emas. Ko'pincha bu vaqtinchalik aniqlashtirish bo'ladi. Lekin pensionerlar jim o'tirsa, muammo tez hal bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya odatdagi sanadan kechiksa, avval bankdan hisob holatini so'rang, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali keladigan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular pensiya jamg'armasidanmiz. Kartangizni tasdiqlash kerak. Pensiyangiz oshdi. Kodni ayting. Kompensatsiya olasiz deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kodni aytmang. Karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini bermang. Karta orqasidagi CVV kodni aytmang.
Rasmiy xodim hech qachon sizdan bank kartangiz parolini, SMS kodini yoki mobil ilova parolini so'ramaydi. Agar shunday so'rasa, bu firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sabab pulini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu qonuniy tartibda rasmiylashtirilishi mumkin. Lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqi va bankdagi rasmiy tartibi to'g'ri bo'lishi kerak. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olishda muammo chiqadi. Bundan tashqari pensionerning o'zi xabarsiz qolmasligi kerak. Men farzandlarga ham aytaman, ota-onangizning pensiyasi ularning shaxsiy mablag'i. Uni olish, ishlatish va nazorat qilishda halollik va ochiqlik bo'lishi shart. 4-nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zan tizimda ma'lumot kech yangilangani sabab pensionerga ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, huquq tugagan, lekin ma'lumot vaqtida kelmagan. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'qishni tugatgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. Keyin katta qarzdorlik chiqib qolishi mumkin. 5-nozik jihat. Pensiya miqdorining o'zgarishi. Ko'pchilik o'tgan oy bir xil edi, bu oy nega boshqacha deb savol beradi. Bunga turli sabablar bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash, ushlab qolish, qarzdorlik, bank xizmatlari, imtiyoz muddati. Hujjat aniqlashtirish. Shuning uchun aniq javobni faqat shaxsiy pensiya ishingiz bo'yicha ko'rish mumkin. Birovning pensiyasi oshgani siznikiga ham aynan shunday ta'sir qiladi degani emas. Har bir pensionerning ish staji, ish haqi, pensiya turi hujjatlari alohida. 6-nozik jihat arxiv hujjatlari. Yoshi katta pensionerlarda Sovet davri yoki eski korxonalarda ishlagan yillar bo'yicha arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlar boshqa arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda shoshmasdan izlash kerak. Mehnat daftarchasi, eski buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy xizmat hujjatlari. Farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar ayrim holatlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar hujjat topilmasa, ayrim holatlar qonuniy tartibda tasdiqlanishi kerak bo'ladi. 7-nozik jihat bankni almashtirish. Agar siz pensiyani boshqa bank kartasiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni og'zaki aytish yetarli emas. Rasmiy ariza, hisob raqami va bank rekvizitlari to'g'ri berilishi kerak. Eski kartani yopib yangisini ochsangiz ham. Pensiya jamg'armasiga yangi hisob ma'lumoti yetib borganiga ishonch hosil qiling. Aks holda pul eski hisobga yo'naltirilishi yoki to'lov qaytishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam. Hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, YSSHIR, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa uning muddati, nogironlik hujjati bo'lsa uning amal qilish muddati. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa o'qish yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni bir joyga yig'ib qo'ying. 2-qadam bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Bankomatdan yoki bank ilovasidan hisob faol ekanini tekshiring. Agar SMS xabarnoma ulanmagan bo'lsa, ulab qo'ygan ma'qul. Chunki pul tushganini bilasiz, shubhali yechimlar bo'lsa darhol ko'rasiz. Agar kartangiz yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilib blok qildiring. 3-qadam pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan oldin savolingizni aniq yozib oling. Masalan, pensiyam nega kechikdi? Bank kartamni almashtirdim. Yangi hisobni ulash kerak. Pasportim yangilandi, ma'lumotni tekshirib bering. Nogironlik hujjatim tizimga tushganmi? Pensiya miqdorim nega o'zgardi? Savol aniq bo'lsa, javob ham tezroq bo'ladi. 4-qadam. Murojaat qilganda hujjat nusxalarini olib boring. Pasport yoki ID karta, bank hisob raqami ma'lumoti, pensiya guvohnomasi, ariza, kerak bo'lsa mehnat daftarchasi, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma. Har bir hujjatni asl nusxasi va nusxasi bilan olib borgan yaxshi. Chunki bir marta borganingizda to'liq topshirsangiz, qayta qatnamaysiz. 5-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang. Pensiyamni hal qilib bering deb yozishdan ko'ra, aniqroq yozing. 2025 yil falon oy uchun pensiya to'lovi. Bank kartamga kelmagani sababini aniqlab berishingizni so'rayman yoki ID karta ma'lumotlarim yangilangani munosabati bilan pensiya ishimdagi shaxsiy ma'lumotlarni tekshirib, zarur bo'lsa yangilab berishingizni so'rayman.
Shunday yozilsa, murojaat mazmuni tushunarli bo'ladi. 6-qadam murojaatingiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Agar rasmiy ariza bergan bo'lsangiz, uning raqami, sanasi yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Keyin javobni kuzatish oson bo'ladi. 7-qadam farzandlar va yaqinlar yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasi, bank SMS'si, elektron xizmatlar, navbat olish, ariza yozish masalalarida qiynaladi. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini bir marta tekshirib bersa, ko'p muammolar oldi olinadi. Lekin yana takrorlayman, yordam berish boshqa. Pensionerning pulini nazoratsiz ishlatish boshqa. Har doim pensionerning roziligi va xabari bo'lishi kerak. 8-qadam shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz oshdi, kartangizni tasdiqlaymiz, kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy ma'lumotni faqat pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi, rasmiy veb-saytlar, bankning rasmiy kol markazi yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Hech qachon Telegramdagi noma'lum havola orqali karta ma'lumotini kiritmang. 9-qadam pensiya tushadigan sanani kuzating. Lekin bir kun kechiksa vahima qilmang. Ba'zan banklararo texnik jarayonlar, dam olish kunlari yoki bayram kunlari sabab to'lov vaqti biroz surishi mumkin. Lekin bir necha kun o'tib ham pul tushmasa, albatta sababini aniqlang. Kutib yurish muammoni hal qilmaydi. 10-qadam pensiya miqdori bo'yicha shubha bo'lsa, hisob kitobni so'rashdan uyalmang. Siz o'z pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Ish staji, oylik ma'lumotlari, qo'shimcha davrlar, imtiyozlar bo'yicha aniqlik kiritish mumkin. Agar xatolik aniqlansa, qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy xabar shuki, pensiya masalasida eng katta xavf faqat pulning kechikishi emas, balki ma'lumotlarning noto'g'ri yoki eskirib qolishidir. Pasport yangilangan bo'lsa, bank karta muddati tugagan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa huquqni tasdiqlovchi hujjat muddati yaqinlashgan bo'lsa, buni oldindan tekshiring. Shunda pensiya to'lovi bo'yicha ortiqcha ovora bo'lmaysiz. Men ekspert sifatida sizga eng muhim maslahatni beraman. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, bank kartangizni tekshiring, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz mosligini aniqlang va shubhali telefon qo'ng'iroqlaridan ehtiyot bo'ling. Agar pensioner yaqinlaringiz bo'lsa, ularga bu videoni yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ularni katta muammodan saqlab qolishi mumkin. Sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, hujjat xatosi yoki qayta hisoblash bo'yicha tajriba bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.